14 haftalik. Ko'pchilik odam tusiga kirmagan deb o'ylaydi bolacha, lekin ko'rib turganingizdek mana boshchasi, qo'llari, oyoqlari hamma joyi bor. Ikkita oyoqchasini bir-biriga qo'yib olgan. Ikkita o'g'ildan keyin kutilgan malikacha. Oyoqlarini ochib boydan beri ko'rsatib o'tiribdilar bizga. Oylar 11 haftalik deb o'ylagan ekanlar, lekin aslida bolacha уже 14 haftalik, 14-15 haftalik bo'lgan, ozgina menstruatsiyalarda adashganlar. Shunaqa chiroyli yotib oldi tepaga qarab. Cho'zilib yotibdi, qimirlashi ham bor. 7 haftadan boshlab bolacha qimirlaydi, faqat 20 haftalarda ayol silishni boshlaydi ko'p holatlarda. Ichkarida bolacha qimirlaydi. Mana suvlarni ichadi, ko'rayotganingizda yurechasi qimirlab turibdi. Mana bu dumaloqcha qoracha oshqozoni, mana kindigi ham ko'rinib turibdi. Yushchalarini qo'lchalari bilan to'sib turibdi. Ozgina tushish xavfi bor ekan. Davolansangiz o'tib ketadi oyisi. Xavotir olmasangiz bo'ladi.